loyihamiz bo'yicha chiqdik. Birinchisi deepfake aniqlash. Ya'ni hozir bilamiz, kiberjinoyat sonlari juda ham oshib bormoqda. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan o'sha foto, video hamda ovozlarni ushbu loyihamiz ya'ni aniqlab beradi. Ya'ni haqiqiy ovoz tembri bilan sun'iy intellekt ovoz tembrini ikkalasini taqqoslab, ya'ni haqiqiyga yaqin yoki yaqin emasligini reytingini chiqarib beradi. harbiyedu.uz loyiha mavzusidan bu platforma 5 ta huquqni muhofaza qiluvchi organlarning harbiy oliy ta'limiga integratsiya qilingan platforma bo'lib, bunda hozirgi kunda mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha sun'iy intellektni qo'llangan holatda barcha kamchiliklarni bartaraf etib hakamlarga taqdim etdik. Analitika mavzusi yo'nalishi bo'yicha olib chiqdik. Ushbu yo'nalishda bizni qizil sariq yo'nalishga ajratgan holda jinoyatlarni sodir etilishi emas, balki jinoyat sodir etishdan oldin bashorat qilishini loyihasini qilib chiqdik. Tadbirdan ko'zlangan maqsad yoshlarni uchuvchisiz uchish apparatlariga qiziqtirish va rivojlantirish maqsadida Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari va kursantlari tomonidan amaliy mashg'ulotlar va seminar mashg'ulotlar o'tkazilmoqda.